Ushbu kishi Hazrat Zaynalobiddin ziyoratgohini yotitgan aynan Hazrati Alovuddin ismli shaxs aynan ushbu taxallusga ega bo'ladi. Aynan bu taxallusning mazmun mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, islom olamida islomga yaxshi e'tiqod qilgan xudojo'y kishilarning eng a'losi, eng go'zali sifatida qabul qilingan insonlargagina aynan Zaynalobiddin taxallusi berilgan. Natijasida ushbu mintaqaning aholisi mojirumliklar nomi qolib ketgan ularda va mojirumliklar turli xil hududlarga joylashib qoladi. Lekin o'sha mojirumliklar har yili o'sha xotira kuniga bag'ishlanganda ushbu mintaqaga keladida, qurbonlik qilib birlashib o'sha munosabatlar, ya'ni o'tmishini eslashadi, avlodlar uchrashuv qiladi va ajdodlar bilan birgalikda o'zini qarindosh urug'chiligini yo'qotmaslik maqsadida yosh avlodga bir-birini tanishtirish marosimi bo'ladi. Unga yondosh bo'lgan binolar tekshiriladi. Demak, unga yondosh bo'lgan bitta kichik nima saqlanadi bularga? Demak, ziyoratgoh poydevor qismi 13,5 metr. Endi devor qismi qarang, mana shuncha yo'q-ku. Mana u yerda ham shuncha yo'q. Devor qismi farqi bor derdim. Siz shu qismini yozmabsiz, shunaqa qismini o'rtasidan ustun qo'yilgan. Ustun demak kulish shaklidagi qo'shimcha asosiy tayanch bollarlar bilan toqalar yordamida demak bir-biriga mustahkamlangan archa yog'ochdan qilingan toqalar. Ushbu maqbarada mavjudligini mana bu Imom Xatib Qozi Hafizulloh Qori Mahkamboy o'g'li Alixon To'rasovning nevarasi Alisher Xonto'ra Rustam Rahmatullozoda tomonidan Sharqshunoslik universitetining qo'lyozmalar fondidan qo'lyozma topilib, ushbu qo'lyozmada demak ushbu Hazrat Zaynalobiddin haqidagi ma'lumotlar topilgan.